Botoksga o'xshatdim. Topib qo'yasizlar desam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dildora ijodga omad, rahmat. Salom. Erta turmush qurish qanday qaraysiz? Hammada har xil. Bir xilla bilasizlarmi, 22 yosh, 25 yosh bo'ladi, lekin qo'ldan hech narsa ish kelmaydi. 18 yosh, bir xilla 18 yosh bo'ladi-da, lekin hamma narsani joyida qilib qo'yadi-da. Kimga qanaqa? Assalomu alaykum, hurmatli Dildora opa, qalaysiz? Yaxshimisiz? Men sizni Qoraqalpog'istondan kuzataman, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Anvar aka aytdilar, Faxriyor Farziyani yaxshi ko'rar ekan, kelsa Merimi qilar ekan. Merimi? Wow. Briketingiz yarashibdi, rahmat. Ziyodulla, salom. Dildor sinfdosh qalaysan? Ijodingizga omad. What? Arabik. Kim edi bu? Dildor opa, sizlar bilan, ya'ni Nova Group a'zolari bilan qanaqa qilib ko'rishsa bo'ladi? Bilmasam, qanday ko'rishsa bo'ladi? Qozog'istondan salom. Tushunmayman. Mana Qozog'istonda qanaqa sinfdoshim bor? Nomeringiz nima? Birinchidan cho'chimen. Manam 2007 man, yo bilib turaman, 2007 bo'lsangiz ham mana qanaqa sinfdoshimsiz siz? Shuni aniqlolmayapman-da. Briket qo'ydirdingizmi? Yarashibdi, rahmat. Assalomu alaykum, Dildora opa, qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Sizga $2000 bersam maylimi? Nima sababdan menga $2000 berasiz? Qaysi tillarni bilasiz? Juda ko'p til bilaman. Dildora opa, qoshingiz chiroyli ekan. Terdirmaganman-da, asallarim, qoshim terilmagan yoki nimadir qilinmagan, tabiiy o'zimni oddiygina fiksator bilan taralgan qoshcham. Salomlar bo'lsin. Salom. Shirinsiz, rahmat. Turk tilini bilasizmi? Evet, biliyorum. Az biliyorum. Zerikmayapsizmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum opajonim, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi. O'zingizlar qalaysizlar? Sizni faxriy qizg'anar ekan o'g'illardan. Ortaqatdan chiqarmaslar bunaqa gaplarni. Dildor, sizni hurmat qilaman. Hamid bilan kontent olasizlarmi? Juda kutyapman. Muxlislar trendlardan. O'rtadagi tishimda hidi narsa turganga o'xshaydi. Briketim bir-biriga bunaqa yopishib qolganda, qaranglar, xuddi nimadir kirib qolganga o'xshaydi. Dildora opa, qoshingiz tugul, o'zingiz go'zalsiz. Desam, ko'zing o'zingnikimi? So'zing o'zingnikimi?
jilmayib turgan yuzing o'zingnikimi? 18 лет. Faxriyor aka bilan sevishganmisizlar? Faxriyor aka bilan sevishganmisizlar? Qayerdan olasizlar? Shunchalar bor. Nima desam bo'ladi? Qiziq gaplarni. Muxlislaringizga omad. Ishlaringizga kallamga ketib qoldi. Ishlaringizga omad, rahmat. Qiliqlari ham chiroyli. Bu qiz rahmat. Arab tilini bilasizmi? Yo'q. Shu til bilan tabiiy chiroyli ekansiz, rahmat. Avvallari tirnog'ingizni shlak qildirganmisiz opada? Shu bir adashib qildirib qo'ydim. Anorichka, asalcham, привет, jonkam. Qalaysiz? Assalomu alaykum, Anor opa. Masla gapirib berayotgandim. Avvallaricha mana birinchi iPhone'im 12 bo'lganda, iPhone 12 da ham misol uchun 05 bo'lgan. O'sha paytlar necha yil, 1 yil ishlatgan bo'lsam shuni bunaqa olish iloji bor, lekin men olmasdim shunaqa o'rtoqlar. Olmasdim faqat Instagram to'ka effekt olaverardim vaqtlar o'tgandan keyin hamma narsani ko'rib, bilib, o'rganib borganingizdan keyin baribir effektli yuzingizni katta qilib qo'yadi. O'shaning uchun iloji boricha effektlardan qochib, tabiiy, misol uchun oldin qanaqadir ma'noda o'zimga yoqmasdim-da. Xuddi mana kamera baribir odamni semiz ko'rsatadi, xunuk ko'rsatadi-ku, makiyajlaringizni olib qo'yib, mana shunaqa narsalar qiladi. O'shaning uchun mana hozir polni biz ko'rasizlar o'zingizlar, bez makiyajlar, misol uchun istoriyalar qo'yaman. Makiyaj bilan ham hammasi bez effekt bo'ladi-da. O'zim qanaqadir mazza qilaman. Tabiiy chiqqani uchun mazza qilaman-da. Nechinchi yilsiz? 2007. Sersa qilib bering mana. Opa turmushga chiqdingizmi-da? She said yes. Are you married? Ko'zing o'zingnikimi? So'zing o'zingnikimi? Jilmayib turgan yuzing. To'yingiz bo'lyaptim. Shoqiga o'xshavatdim. To'y bo'layotgan odam hech qachon primo efirlar qilib, qalaysizlar, o'rtoqlar, yaxshimisizlar deb o'tirmaydi. Hech qachon, menga ishoninglar. Umuman bu ish qilmaydi. Yugurib yurgan bo'ladi odam yo'q. Qochinglar, to'yim bo'lyapti deb. Bitta dona shu naqa qo'ygan, post qo'yganimga butun hamma joyga shu narsa intriga bo'lib ketdi-da. Dildorani to'y bo'lyapti. Dildora erga teyyapti, voy Dildora. Hali vaqtli. Erga chiqish, erga tegishli ulug'. Alhamdulillah. Oying yaxshimilar? Rahmat opa, o'z yaxshimisiz? Ko'rinmay ketdingiz, yo'q bo'lib qoldingiz. Anvar aka bilan gaplashyapsizlar. Instagramda bitta sir ochaman. Ko'rayotgan 90% videolar yolg'on. Masalaga yana bir marta qaytarib o'taman. Hamidam, Anvar aka ham, Faxriyor ham mani aka, ukalarim. Понимаете?
talant shouda ko'rinmay ketdingiz, chunki chiqib ketdim. Sizlar-yu ko'tarilib yana ham zvizdalashib eslamay. Opa. Mayli. Faxriyor bilan tengdoshmisiz? Tengdoshma. Uyqum kelib qoldi. Ko'zingiz buncha chiroyli. O'rtoqlar, meni unaqa xursand qilmanglar. Kimni yaxshi ko'rasiz? Aytolmayman-da kimni yaxshi ko'rishimni. Balkim o'zlari kuzatayotgandirlar desam. Yaxshi ko'rgan insonim yo'q. Dildora qizim, manikini ham o'qinglar, beo'qivonmi? Bolam kashasiga pul zaril edi. Bera olasizmi, iltimos? Bu shutka ili rost? Manikini ham o'qiyapman. Sergelida turasizmi? Yo'q. Salom qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Talant shouda nimaga ketdingiz? Sababi shunaqa bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bolamni kashasiga pul zaril edi. Bera olasizlarmi? Iltimos, bunaqa narsalar bilan xolasinglar hazillashmaylik. Misol uchun. Хорошо? Yaxshiroq bo'lardi. Xullas, o'rtoqlar, gaplashdim sizlar bilan mazza qilib. Endi esa yaxshi dam olinglar, shirin tushlar ko'ringlar. Nimaki niyatinglar bo'lsa, niyatinglarga yetinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Всем bye bye, пока-пока.